Oxirgi paytlarda men ko'rgan va menga juda ham yoqqan film va seriallar haqida aytib bermoqchiman. Birinchisi bu Salim Papa. Bu filmni har bitta o'zbek ko'rishi shart, chunki bu filmda Yulduz Rajabova qatnashgan. Kinoni esa qozog'istonliklar olgan. Ona bilan o'g'ilni отношенияsi, qanday qilib bitta ona otasiz bitta o'g'ilni o'stirishi mumkin. Shu tema yoritib berilgan. Yarimidan oxirigacha просто rıdala. Keyingi serial bu 97-modda. Bunaqa serial O'zbekistonda hech qachon ishlanmagan. Glavni rolda esa Bobur Yo'ldoshev tushgan. Shu paytgacha dudlanadigan insonni bunchalar professional o'ynagan aktyor ko'rmaganman. Kinopoisk, Salom TVda bemalol ko'rishingiz mumkin, chunki hamma seriyalari chiqdi. Keyingi serial bu Aybsiz serial. Agar bu serialni ko'rmagan bo'lsangiz, hoziroq bu profildan chiqib ketsanglar bo'ladi. Chunki bu serialda men glavni rolda o'ynaganman. Serialning janri kriminal, detektiv, drama. Sevgi mojarolarida men borman. Detektiv qismlarida ham men borman. Sразу же kiramiz ITVga va hoziroq ko'ramiz. Keyingi kazaqskiy serial bu Offside. Butun futbolda orqasida bo'lib o'tadigan kirdikorlar hammasi fosh qilingan. O'sha futbolni komandani noldan ko'tarilib to chempionatga chiqishi hammasi ko'rsatilgan zo'r aktyorskiy sostav. Keyingi film bu Yevropa filmi. Одно целое. Sevgi muhabbat qanchalik kuchli bo'lsa, nimalarga olib kelib qo'yishini ko'rsatib qo'ygan. Body horror janrida olingan, tipi как substansiya, но это что-то другое. Shuning uchun Одно целое kinosini tavsiya qilaman, страшный rock. Sizlar qaysi birini ko'rgansizlar? Menga juda ham qiziq va qaysi biri sizlarga ko'proq yoqdi?